Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Muzallo. Xo'sh do'stlar, bu videomiz sizlar bilan birgalikda kar parkingda nima deydi, sohilga boramiz degan bo'ladi. Xo'p. Hozir mana sherriga voy hammali. Ketdik. Hozir sohilga boramiz. Sherrigam bugun mana qatnashasmidim, yo'q demadilar, rahmat keldilar. Sekin ketamiz do'stlar, nima qilib turibdilar? Ha, bo'ldi, ketyaptilar. Kartadan metga qo'yaman, kar parkingda zavodga borganimizga o'xshab hech kim qilmagan edi. Hozir biz ustaxonaga borishimiz kerak, glavniy. Bu yerdan qayerga o'tib ketdik. Xo'sh, mayli do'stlar, hozir biz benzin tugayotgancha hech qisi yo'q. Proyekt man xuddi shunaqa bo'ladigan bo'ldi, lekin bu meni mashinam emas. Meni mashinam hozir boshqa bitta odamda. Ular mashinalari bunda menda turibdi. Nomerlarni ham qo'yib oldim. Xo'sh. So'niga yurish uchun adashmasam ampdan yurish kerak ekan. Qayerda ustaxonasi? Bu yerda, bu yoqda ekan. Xullas do'stlar, mayli bilan miyalarni achtorni ozgincha aylanaylik. Shahar ko'rmaganimga bu shaharda unaqa ko'p ham yurmayman. Ozgincha Xonbikkadan chiqaman, borsam bu joylarga boraman. Xo'sh, men ustaxona borishimdan kirib yo'lchani bosib ketdik do'stlar, mamta. Diskalarni qaraylik do'stlar, men ham xuddi shunaqa vaqtda xudo xolasa ko'rsam, keyin kimdir panga poyga tashyapti do'stlar. Xudo xolasa shu mashinada 3 signalga o'ynaymiz, chunki bunda poyga tashsam bo'lmayapti. U yoki o'zimnikida o'ynayman, bilmayman. Bu mashina minuslari yo'q. Bitta minusi shu Mercedes emblemasini qo'yib, Bravo ustiga qo'yibdilar. Mayli, yarashga turadi do'stlar. Bu yoqqa Oppa. Qanilar? Babab. Keyin do'stlar, maktab olimlar bor, ovozlarga e'tibor bermaysizlar. Mashina juda ham tez yurar ekan, 400 ham chiqib ketadi bir 10 sekundlarda. Shuning uchun gazlamay yuraman. Keldik do'stlar, men pavorotga yoqib qo'yib, sekin bu yo'llardan kiramiz. Ha, BMW yeta olyaptimi? Qani BMW? U ana ko'rinishi boshlab keling. Baba. O'tgan videodagi Vibu mana bundan bor ekan. Xo'sh, ana endi ketdilar tak. Ha, o'tib ketimiz do'stlar, o'tib ketimiz. Voy. Ko'rtirganingizdek hammali. Aybga buyurmanglar degan umiddaman. Qayerdan kirar ekan endi? Namchu, ezordi. Xo'sh, bu yoqda mazza qilib bu yoqda dam olsanglar ham bo'ladi do'stlar. Bundan kelib bu yoqdan bu yoqga, chunki biz hozir suvli joyga boramiz. Hoppa. Hozir mashina kirib o'tib ketadi. Hammali video cho'zish uchun ozgincha aylantirdim. Bundan kesak, hop qaranglar. Qilaman tiladan yurib, hammani mamdan sekin o'tib, suv ozgincha mazza qilib o'tiramiz. Mercedes BMW, qaranglar do'stlar, mana bu joylar shu yerda mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Shundan kelib mashinani taxlaymiz. Bundan qilib hoppa. Taxloli lampa. O'xshamayapti. Signal. Mana bosilar ekan. O'zlar chiroyli qilib taxlasalar, xudo xolasa previga rasm olaman. Manzarani qaranglar do'stlar, xo'p. Grafikadan hammasini ko'taraman. Buni qilib bo'lmasa ekan. Tekstursalar nima gap ekan endi? Turib. Shpoq ketdi. Men manzaradan bitta rasmga olamiz do'stlar. Shpoq. Mamda mashinadan sekin tushamiz. Mashinani qulflab qo'yamiz. Hech kim o'g'irlab keta olmaydi. Bitta o'tirib birga B.B bilan M590 W201 Gonkada kim oladi bilmayman do'stlar. Nomerlar A3AA ekan. Mana qaranglar. Xullas, videodan maqsad shu edi. Hammaga rahmat. Hamma xayr ko'rganingiz uchun charchamanglar do'stlar. Ideya yozib qo'yinglar.